Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Bugun Shvetsiya matbuotlarida bir Uyg'urning Shvetsiyadagi Uyg'urlarning faoliyatlari haqida Xitoy hukumatiga uchur ma'lumot berganligi haqida xabarlar berilgan edi. Arqadalla Shvetsiyaning Solna sot mahkamasi bu Uyg'urning qilmishlarining jasuslik jinoyati shakllantirganligini ayblab tekshirish boshlaganligini e'lon qilgan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi inglizcha bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda aynan mundaq deyilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bugun matbuotlardagi xabarlardan Stokgolmda turadigan bir Uyg'urning boshqa Uyg'urlar haqida jasuslik qilganlik uchun ayblanib qo'lga ilinganligidan voqif bo'ldi. Sot aybnomasida tilga ilingan shaxsning 2004 yildan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xitoy tilida bayonotchilik vazifasini atqarib kelayotgan Dilshod Reshit ekanligi bildirilgan. Mazkur ayblashlarga asosan qurultay raisligi jiddiy yig'in ichib, adil bo'lish, ochiq bo'lish prinsipimizga asosan mazkur shaxsning vazifasidan qoldirilishi haqida qaror chiqardi. Yaqinqi kunlarda o'xshamagan davlatlarning parlamentlarida jasuslik seçiliklarning yuz berishi Xitoyning jasuslik to'rining kunsiri kengayib berayotganligini isbotlamoqda. O'xshash vaqtda Uyg'urlarga, Tibetlarga, Hongkongliklar va boshqa millatlarga qarata Xitoyning chegara halqigan ig'vogarchiligining kengayganligini, Yevropadagi qonunsiz soqchi punktlarning barlig'ini o'ttirib qo'ygan matbuotlarning bergan ma'lumotlarining chinlik darajasining yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Muhojiratlik Uyg'ur davosida yetakchilik rolini atqarayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro jamiyatni bu xildagi qilmishlarga qarshi turish haqida uzundan beri eskartib kelgan edi. Gerçi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlik va vakillik nomzodlarining salohiyatini cheklik imkoniyatimiz bilan aniqlab tekshirib kelayotgan bo'lsaqmi, yanala tadbirlarimizning yetersizligi bilinmoqda. Chunki bu Xitoyning chegara halqigan bostirish siyosatining murakkabligi va kuchlikligi qarshi turishga moddiy va tashkiliy jihatdagi imkoniyatlarimizning chekligidandir. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgan kunidan tortib Xitoy hukumatining chet ellardagi o'ziga qarshi kuchlarga qarata sistemalik mudohala yurgizayotganligini, ushbu qilmishlarning yolg'iz muhojiratlik Uyg'ur jamoatining birligi va bexatarligiga xiris bo'lib qolmasdan, balki Uyg'ur davosiga ega chiqayotgan haqqoniyatchi davlatlarning egilik huquqiga va bexatarligiga xiris bo'lmoqda. Bu vajidan har qaysi davlatlarning istixborot organlarining Uyg'ur tashkilotlari bilan hamkorlashishga chaqiramiz. Besim ostidagi millatlarning qo'g'dalanishiga va qonunliq kishilik huquq faoliyatlarining diktator hokimiyatlarining ig'vogarchiligidan xoli ilib berilishiga kapolatlik qilish uchun mas'ul organlarning favqulodda qo'llashiga ehtiyoj bordir. Uningdan boshqa xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini Xitoyning chegara halqigan zo'ravonliklarini oshkorlashga, muhojiratdagi Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashni davomlashtirishga chaqiramiz. Shundaqla sotning adil va ochiq ilib berilishini talab qilamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.